Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir bor sizlarga gigant ijobiy kam tanishtirib o'taman. Bu juda ham serhosil va katta soladi. Buni har bir donasi 5-6 santimetrgacha katta bo'ladi. Buni donasi 15-20 grammgacha chiqadi. Har bir tupi 15-20 kilogacha soladi. Xudo xolasa buni yil 12 oy eksanglar bo'ladi. Buni ko'chati sotuvda bor. Aloqaga chiqsanglar, dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab. Buni qaranglar. Bu ketma-ket sovuradi, xudo xolasa. Buni ko'rsanglar, juda ham chiroyli. Qaranglar. Juda ham serhosil, juda ham ko'p va og'irgina bo'ladi. Buni kilosi hozirgi kunda 100 ming. Bu bora narx oshadi. 120 ming, 150 minggacha chiqadi. Aloqaga chiqsanglar, ko'chatlar bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir bor sizlarga gigant ijobiy kam tanishtirib o'taman. Bu juda ham serhosil va katta soladi. Buni har bir donasi 5-6 santimetrgacha katta bo'ladi. Buni donasi 15-20 grammgacha chiqadi. Har bir tupi 15-20 kilogacha soladi. Xudo xolasa buni yil 12 oy eksanglar bo'ladi. Buni ko'chati sotuvda bor. Aloqaga chiqsanglar, dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab. Buni qaranglar. Bu ketma-ket sovuradi, xudo xolasa. Buni ko'rsanglar, juda ham chiroyli. Qaranglar. Juda ham serhosil, juda ham ko'p va og'irgina bo'ladi. Buni kilosi hozirgi kunda 100 ming. Bu bora narx oshadi. 120 ming, 150 minggacha chiqadi. Aloqaga chiqsanglar, ko'chatlar bor.